ekan. Dadalar o'z bolasiga yo'l ko'rsatib turar ekan. Duolarim olib qoling, bir kun armon bo'lar ekan. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi tavallud bayramning asosiy sababchisi Shonazara tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. 70 yoshli yubileyingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim Dilorom onamiz bilan deng yashab, deng qarib shu farzandlarni rohatini ko'rgaysiz. Tabriklaymiz. Qani bir farzandlar yaqinda bir qarsaklar bo'lsa otajonimiz uchun. Bugun albatta sizni quvonchingizni quvonchilash maqsadida farzandlaringiz nomidan musofir bo'lgan Jamolbek og'amiz, Abdulbek og'amiz, Shahvat Biznes nomidan va bu yerdagi barcha farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Bugun albatta sizni kayfiyatingizni ko'tarib ketamiz. Kayfiyatingizni ko'tarishmasa yetish yo'q. Hammadan siz uchun chiroyimiz. Assalomu alaykum ota, tabriklaymiz. Ko'p yoshlarga giring, umringiz uzoq bo'lsin. Kutmadingizmi endi bizani? Kutmadingizmi? Kimni nomidan keldilar deb qo'ylaysiz? Biz shu musofirdagi yurgan Muzaffar Axtiqingiz nomidan tabriklab keldik. Umringiz uzoq bo'lsin. Ko'p yoshlarga girgaysiz. Ilohim shu anam bilan deng qarib farzandlaringizni, axtiqlaringizni rohatini ko'rib o'tirgaysiz. Ilohim shu farzandlaringiz, axtiqlaringiz hayajon etganda ishlab yaxshi kuningizda tabriklab o'tirgaymiz. Hamisha shunday do'st yollaringizni, qarindosh tog'alaringizni yaxshi kunida yurgaysiz. Tabriklaymiz. Xursand bo'ldingizmi? Yaxshi keladi, xursand bo'lamanmi deng. Mana shu bolalarimdan, o'qitlarimdan mingdan ming roziman. Bugun ertaga shukrayim. Tabriklaymiz, ko'p yoshlarga giring, oila shirliklar nomidan ham tabriklaymiz. Ko'p yoshlarga. Rahmat. Ilohim keyingi lo'ng'ongilaringizdan birgalikda shu Dilorom onamiz bilan birgalikda yo'llanmani olib kelish nasib etsin va shu yerga hammadan siz uchun chiroyli tilaklarni eshitamiz. Kimni dilida otajonimiz uchun qalbiy istaklari bo'lsa, bemalol yo'llab qo'yishlaringiz mumkin. Keling, birinchi navbatda shu turmush o'rtog'ingizdan eshitamiz. Shu bugunacha shu farzandlarni shu darajaga erishishda, tarbiyasida bir yonimizdan turib, qo'llab-quvvatlab turgan inson albatta Dilorom onamizdan chiroyli tilaklarni eshitamiz. Qani bir konsertlar bo'lsin endi. Bugun kayfiyat ko'tarish uchun keldik. Tebriklayman ilohim. 80'ler çok sağlarını tasvir birlikte. Uzoq umr ko'raymiz, shu cho'g'liqlarni, bolalarni rohatini ko'raymiz ilohim. Ilohim shu tabriklarni yo'llab turgan bolalarni hammasi sog' salomat ko'rishganlaridan xursandlar. Yozilib yurgay, to'yib kelib birga uylari ko'rsan amroqxona bo'lgay. Ilohim qo'shasidan kelinglar olgaylar. Shu oqlarim yurtda xohlasan, qatarında ikki joylarni bir beşlab borib o'tirgaymiz ilohim. Yaxshi kun bo'lgay, shularni birda yaxshi kunlarida otasi bilan birga turgaymiz. Hammasine rahmat. Ilohim bu bizlardan qaytgay. Shunday kunlar hammani yetirgaysiz, shularni qatorida bizlar ham yurgaymiz. Hammangizga rahmat bolam. Malum yo'llashingiz mumkin ayni vaqtda. Assalomu alaykum aka. Chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Bilan daima yanlishni tugaysa. Hamisha Allah sağ olsun ilan ber. İyi rahmat. Endi Xudomiz bor ekan, batiramiz. Chiroyli tilaklarni eshitamiz. Arkada dursam görmeyler de böyle da soğuşlar. Sanazar tebrikimiz yorar. Rahmat. Bu aşı Diloram'dan kargaysın. Aktık çocukların rahatını göreysin. Hem o şu ne demiş? Hem akşam olsun, toy tamaşa olsun. Ne yeterse ki aktık çocukların rahatını görüp oturayısın. Böylelikle. Yine. İyi rahmat. Oldu mu? Kızlarımızdan eşitemiz. Tam Züleyha yapacağımız. Gelemiz. Züleyha ki. Ömrü uzak olay, hamisha shunday yaxshi kunlar bo'lavergan. Tabriklayman, ko'p yoshlarga gidaylik, aka, opa, sizlar.
Biz de yanımızda yürüyek, sağ selamet olun. İyi rahmat. Keramet akamiz. Devamışsınız? Geling. Size adillik taklif düştü. Ama tebrik she'rlar bilan chiroylatib. Loyim ko'p yoshlarga girib yuraysiz. Men bilan teng qarib, hajana bo'lib yuraysiz. Hamma shu duolaringizni boshlab yuraysiz. Hamma boshlab yuraysiz. Onalar bor, otalar bor, olam gul jahon. Onalar bor, otalar bor, hamma yo'llari ochiq. Onalar bor, otalar bor, yullar gul jahon. Hamma ishunday guldek ochilib yurgaysiz. İyi rahmat. Qarsaklar. Ilohim keyingi bo'lganlarda kelganingizdan chiroyli tabriklab, Xudo xohlasa siz bilan birgalikda tabriklab ketish nasib etsin. Yana bor Layla akamiz. Siz ham chiroyli tilaklarni bildirib qo'yishingiz mumkin. Albatta bu albatta bu quvonch ko'z yoshlari. Hech ham yo'lga sevash kelsa, quvonch ko'z yoshlari kelsin. Shunday yaxshi kunlar to'ylarda. Mana bir genca kızımam beri. Tanla. Kelamiz. Ömrünüz uzoq bo'lsin. Ko'p yoshlarga iloyim shu duolardan bilan sog' salomat yuring. Tabriklaymiz yana bir marta. İyi rahmat. O'zi farzandlardan ota-ona haqida tarif so'raganda farzandlar tariflasha pul topilmaydiganlar so'z. Ya'ni farzandlar uchun, oilasi uchun, ya'ni hech kimdan kam bo'lmasin deb borini berishga tayyor inson, umrini baxshida etgan inson bu albatta ota-onalar bo'ladi. Otajonimiz uchun farzandlari nomidan, musofir yurgan farzandlaringiz nomidan adilni bir tabrik she'rimiz bor. Qabul qilib olasiz. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqtoli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarimda xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. Bolam, chakam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Aybish qilib qilmasga xato, nuqsonlarim bilmas muammo. Yarim tunda uxlamay hatto mehnat qilib tinmagan otam. Tabrikimiz umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha shu farzandlaringizni baxtidan sog'lom bo'lib yursin. Qarangki, kayfiyatlar ko'tarildimi? Tabriklayman deganlar bormi? Yo'qmi shunda? Shu yerda bir kichkina ukamiz bor ekan. Sizga tabrik bildiraman deb turib. Ey rahmat. Ilohim shu farzandlaringiz ortiqlaringizni to'yindan bir yo'llarni bo'lish nasib etsin. Endi hammaning kayfiyati zo'r bo'lsa, bu yandan o'yinda omad tilamiz.